Assalomu alaykum, hurmatli No'qat xabar 24 kanal qatnashchilari. Bugungi kunga 2025-yilning 15-aprel kuni biz O'zbekiston Toshkent oblasti Ferg'ona shahrining Quvasay degan oilaga keldik. O'sha yerda baliq bor ekan. Baliq avvali Shukrona degan baliq ekan. Shu yerdan kelsa, buni daryoga aytib bersak, buni Quvasay postasidan 30 kilometr yurayotgansa, shu yerda Çoqon lekin bu yer qarangizlar mana. Orientir. Avvali Shukrona degan baliq ekan. Kattagina ichkariga kiramiz. Baringizlar, No'qat xabar kanalining atidan, jana o'zimning atimdan tereng rasm qilaman. Bundan birga sponsor bo'lgan bizga No'qat shahrining kompaniya banka tereng rasm qilamiz. Kattagina ichkariga kiramiz. Shukrona degan baliq. Mana 1177 deb o'tadi, mana qarangizlar. Kirib ketdi. Bismillah deb ichkariga kirdik. Baliq var ekan, mana shu yerdan qo'yib berdik. 609 ming. Ko'chamiz. Ekataş. Baringizlarga salomatlik tilayman. 50 mingdan ekan baliq bir kilosi. Hurmatli do'stlar, Kırgızistan soat bo'yicha soat 11dan kech soat 11gacha ishlaydi ekan. Qarangizlar mana. Bardig'i shu yerda kelib baliq jeb kelsangiz bo'lar ekan. Mana yerda suv bor ekan. 43 komnatasi bor ekan. Kabinasi. Bu yerda kola, fanta suvlar ekan, tortlar bor ekan. Susunlar bor ekan. Qarangizlar mana. Pepsi, mevsiler bor ekan. Kelib bemalol jeb ketaverasizlar. Biz hozir keldik, mana 3-kabinada o'tiramiz. O'tirishyapti. Bardig'i Ekataji bor ekan. To'liq baliqlar bor ekan. 43 kabineti bor ekan. Baringizlarga No'qat shahridan bitta komnatasi ko'rsatdim. 4-5 odam zagonda o'tadigan mana komnatasi qarangizlar. Bu 22-kabinat ekan. Bo'sh. Baringizlarga No'qat shahridan jalimiz salomatjon O'zbekistonda yuramiz. Soat 11dan kech soat 11gacha ishlaydi ekan. Kelib bemalol jeb kelsangiz bo'ladi. Baringizlarga assalomu alaykum. Tinch bo'linglar, omon bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.